tonirovka salonlanmasi, salon interyer bron plyonka xizmatlari hamda paroglar bron plyonka qilinadi. Shu xizmatlar uchun Hyundai Palisade 2026-yil restoran mashinasi olib qolganmiz. Mashinasi udaragan bor-ku. Mashinamizga bor-ku, обрисовкаларga bitta обязательно setka o'rnatish kerak va mana 4 ta qo'l primoy kirib ketadigan teshiklar ochiq. Turbo radiator va konditsioner radiator birinchi latish mumkin şeydan tosh kirib qolsa, bu mashinamizga anchagina ish qilib beramiz. Xudo xolasa, shu udaragan mashina maza qildik. Ruchkalar orqasiga bron plyonka tortib beramiz, paroglarga bron plyonka tortib beramiz, salon laminasiya, monitorlarga bron plyonka, ya'ni monitorni ishlatganda, qo'l bilan ishlatganda tirnoq qirmasligi uchun salon interyer bron plyonkalarni ishlab qilib beramiz. Salon rangi nima deyapti? Bitta turib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu mashina hammamizga, mana shu videoni ko'rib turgan hammaga shunaqa mashina nasib qilsin. Xudo xolasa, mashinamizning ranglari, salon ichini mana shu udar ekanmi? Range'ga o'xshatib qo'ygan ekan dizaynni, mana shu udar ekan. Maza qildim mashinani. Skamenka, abagrev, massaj, shu hammasi allambalolar hammasi bor. Kapitanskiy skamenkalar qilingan mashinamiz. Ko'p tonirovka xizmatlar qilib beramiz. Sonlashda salon laminatsiyalar. Bitta turay ko'ramizga ish qildikda. Ko'p kapitanskiy skamenkalarga massajning o'sha nastroykalari, ya'ni pultlari shu joyda joylashgan. Lekin borku mashinamizda borku, mana bu pоворотный stoplari, faralari borku, televizorga o'xshar ekan. Pоворot yo'q, bitta ko'rsatib qolmaslik. Mashinamiz 2 litr turbo ekan. Adashmasam. Pоворotli televizor ekan, televizor. Faqat televizorli pоворotli mashinasi ham nasib qilsin. Xudo xolasa shunaqa inomarkalarga plyonka, bron plyonka, tonirovka, salon laminatsiya xizmatlari kerak bo'lsa, olib kelaversa, sifatli, akkurat, ideal, chiroyli xizmatlar qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun sog' bo'lsin. Kunlarimiz shunaqa ishlardan davom etmoqda.